Men ismim Sardor, familiyam Meronboyev. Men shu Mikrobank Katta Qo'rg'on bank xizmatlari ofisining boshliq o'rinbosari bo'laman. Sizlar bilan ko'rishtirganimdan xursandman. Sizlarga bizni bankimizda tadbirkorlik uchun ajratilayotgan kreditlar bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Agarda sizlarda o'sha kreditlarimizdan foydalanish istagi bo'layotgan bo'lsa, bemalol xodimlarimizga murojaat qilsalaringiz, tegishli tartibga ko'rib, sizlarga amaliy yordam beradi. Xo'p, bankimizda eng past summali kreditlardan boshlaymiz. Hozirda Hurmat Prezidentimizning olib borayotgan siyosatiga asosan mahallalarimizga katta e'tibor berilyapti. Shu jumladan bizning bankimizda ham o'sha mahalla kreditlari bo'yicha 3 ta kredit turimiz mavjud. Birinchisi biznesga birinchi qadam degan mahalla tomonidan ajratiladigan kreditimiz bor. Bunda siz 6 million 800 gacha kredit olasiz. Uning foiz stavkasi 28, muddati 4 yilgacha bo'ladi. Agar siz bu kredit turimizdan bir marta tartibli ravishda foydalansangiz, keyingi safar esa sizga yana 11 million 200 miqdorida ushbu kredit turidan ajratish belgilab o'tilgan o'sha kreditimiz turida. Bundan tashqari foiz balandroq mening mahallam degan mahalla biznes degan kredit turimiz bor. Bu 17 milliongacha beriladi. Buning ham muddati 4 yil, foizi 28% bo'ladi. Mana shu kredit turlarimizdan tartibli ravishda foydalansangiz, mahalla bilan birgalikda foizi pastroq, muddati balandroq, summasi balandroq yana bir kredit turimiz bor. Mening mahallam kredit turi hisoblanadi. Bu 50 milliongacha ajratiladi, muddati 5 yil, yillik foiz stavkasi 28% deb belgilangan. Hozirgi kunda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida xuddi shu kredit turimizning nimasida istiqbolli ayol degan kredit turi ham joriy qilingan. Buning foizi ayollar uchun 25% dan xuddi shu tartibda ajratiladi. Agarda siz tadbirkorligingizni yo'lga qo'yib, bugungi kunda faoliyatni yuritib boshlagan bo'lsangiz, sizga Prezidentimizning 312-sonli qaroriga asosan 100 milliongacha garovsiz kreditlari ham ajratilyapti. Bu kreditimiz 7 yil muddatgacha 2 yil imtiyozli davr bilan beriladi, garovsiz. Yo'q, menga garovli bo'lsa ham summasi balandroq kredit kerak deyotgan bo'lsangiz, xuddi mana shu prezident qarorining 312-sonli prezident qaroriga asosan 300 milliongacha kredit sizga ajratamiz. Faqat qolgan 200 million qismi garov sifatida siz turar noturar ko'chat ko'chmas taqdim qilgan holatda ushbu kredit turlarimizdan foydalansangiz bo'ladi. Sizlarda bironta savol bo'layotgan bo'lsa, bersalaringiz qo'limdan kelgancha javob berishga tayyorman. Agar savollaringiz bo'lmayotgan bo'lsa, bironta kredit turimizga qiziqishlaringiz bo'layotgan bo'lsa, xodimlarimizga uchrashsalaringiz sizlarga batafsil ma'lumot beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.